Bir hofiz Valijon aka fermer akamiz to'yida xizmat qilayotgan ekan. Bir ilhomlarni bir chiroyliroq aytib o'rgan ekan. Fermer to'ychi kelibdi-da, "Oh" debdi, "Maza qildim. Bitta iPhone 17 mendan senga sovg'a" desa, hofiz xursand bo'lib, yana ujini keltirib, yana bir chiroyli aytsa, "Oh, yangi Cobalt" debdi. Sarafani bilan. Endi yo'q notalarni topib endi vobshe dahshat qilib emaklab ham yotib ham aytib ko'ribdi. "Oh" debdi, "Maza qildim. Shahar markazidan 3 xonali kvartira sovg'a" deb. Hofiz xursand uyga kelgan. Bo'lgan voqeani xotiniga aytsa, "Voy dadasi, ey sizga tip adashmagan ekanman. Tez ertalab tahoratlarni olib, tez boring, fermer akamizni aynib qolmasin, notarius qilib oling" debdi-da. Ertalab borib eshikda qilsa, fermer turgan. "Ey hofiz, bironsi qolib ketdimi?" desa, "Yo'q, bugun obedgacha vaqtim bordi, kechagi narsalarni shunday notariusga borib anaqa bersangiz" desa, "Endi hofiz, siz aytdingiz, biz maza qildik. Siz ham maza qiling deb biz ham aytdik" dedi.